Qadrdonlar, kartinglarni biz optim joyga yetkazamiz, bular sotuvda ekan. Do'stlar, har xilidan bor ekan. Ko'ryapsizlar, benzinga ham yuradi, elektrga ham yuradi. Mana bu eng zo'ri bo'ladi, bitta zaryad bilan 3 soatgacha bemalol masofa bosaverasizlar. Qaranglar, juda ham mustahkam ekan. 400 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi. Uy sharoitida 3 soat to'liq zaryad bilan, xo'p, kechgacha, ya'ni minsalang bo'laveradi. Bunda esa $450 bo'ladi. 1 litr benzin bilan 3 soat bemalol masofa bosar ekan, mazaq minsalang bo'ladi. Mana akamiz buni olganining eng arzoni do'stlar, mana shu 1,8 million so'mga olsangiz bo'ladi. Katta odamlar ham chiqsa bo'laveradi. Driftlarni bemalol qilsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, $450. Bu $600 bo'ladi. Benzinni ko'proq oladi. Balki bitta benzinni quyib olasizda, bemalol kechgacha yuraverasizlar. Mana yangilardan bor. Xudo xolasa kimgadir kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Ekran pasti nomerlari bo'ladi, bog'lansalar bo'ladi. Manzil Qo'qon shahridan bo'lyapti. Bizning kanalda nomi aytilib, chegirma qilib beradi.